Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari vakillari nafaqat axborot maydonida, balki sport maydonlarida ham faollik namoyon etmoqda. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida qalam ahli o'rtasida ko'plab turnirlar tashkil etilyapti. Shulardan biri O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot tomonidan uyushtirildi. Pnevmatik miltiqdan o'q otish bo'yicha bo'lib o'tgan musobaqada jurnalistlarning merganlik mahorati sinovdan o'tkazildi. Musobaqa shartlariga ko'ra ishtirokchilar 10 metr masofadan turib pnevmatik miltiq yordamida nishonlarga o'q uzdilar. Har bir ishtirokchi yuqori natija qayd etish uchun bor mahorati va diqqat e'tiborini ishga soldi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslar yakunida erkaklar o'rtasida Sport telekanali vakili Sanjar Zaidov g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin O'zbekiston telekanali vakili Muhammadali Akbarovga nasib etgan bo'lsa, uchinchi pog'onani Yoshlar telekanali vakili G'ayratjon Qurbonov egalladi. Ayollar o'rtasidagi bellashuvlarda esa Toshkent telekanali vakili Mohira Qayyumova birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rinni Yoshlar telekanali vakili Dinara Rahimova egalladi. Kuchli uchlikdan esa Milliy olimpiya qo'mitasi xodimi Laura Zokirova joy oldi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Turnir nafaqat g'oliblarni aniqlash, balki ommaviy axborot vositalari xodimlarining o'zaro hamjihatligi va do'stona munosabatlarni mustahkamlashga ham xizmat qildi.